Novostroyka 2 xona, yangi remont, hech kim yashamagan. Общий maydonimizda 52 kvadrat metr, plus terrasa 12 kvadrat metr bo'lyapti. Uy egalari 62900 dollarda so'rashyapti. Sunnatiga kelishadigan joylari bor. Manzilga keladigan bo'lsa, Yunusobod 6-kvartal, yo'l yuzidagi Novostroykamizda Xonsaroy kompaniyadan qurilgan JK Diplomat. Amerikanskiy посольство yonimizda, Fransuz universiteti, торговый kompleks, maktab, bog'cha, parkovka, hech qanaqa muammo yo'q. Hammasi 2 qadamli yo'nalishimizda. Xo'p, keling birgalikda uyni ko'ramiz abi. Podyezddan kirish, G-образный прихожка. Chap tarafimizda sanuzil, keling o'ng tarafdan boshlaymiz biz xonalardan. Birinchisi bizda mana spalniyamiz bor edi. Spalniydan terrasaga ham balkonga chiqadigan eshigimiz mavjud. Mana bu spalniyada ko'rgan mebellarimiz qoladigan. Shu bilan biz zalga kiramiz. Zalimiz juda ham katta bo'lyapti bizda. 52 kvadrat, yangi remont hali yashalmagan. Xo'p, keling davom ettiradigan bo'lsak. Cho'pli pollarimiz ham bor, radiatorlarimiz ham bor. Xonalar, sanuzillari hammasi alohida. Bu yog'imizda bizda birinchi hammom. Chiroyli kafellar taqilgan. Bu yog'imiz esa hojatxona. Shu bilan biz oshxonaga kiramiz. Endi bu yoq oshxonamizda o'zingizga mos chiroyli stroyni kuxni garnituri tanlab yasatirib qo'ysangiz, mazza qilib foydalanaverasiz. Shu bilan biz mana terrasa balkonimizga chiqamiz. 12 kvadrat, balkoni ham juda ham katta. Shu uyimiz bizda 16-etajda joylashgan, 16 etajli binomizda yo'l yuzida shahar oyog'ining tagida manzaralarni mazza qilib ko'rib, toza havodan nafas olaverasiz. 62900 dollarda aloqaga chiqaverasiz.